Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan Usta Islomjon jamoasi va men Usta Islomjonman. Namangan viloyati Uychi tumani Fayzobod mahallasida yana bir fayzli xonadonda o'z xizmatlarimizni qilib berganmiz. Ushbu xonadonga ham asosiy ishimiz bo'lgan tunkafon ishimizni qilib, ushbu xonadonni ham chiroyli ko'rinishda bitkazib berdik. Bitta like bosib bomba qo'yasizlar akalar, u ham shunga yarasha bomba chiqqan, xudo xolasa. Ushbu xonadonimizga 04 qalidagi tunkadan foydalanganmiz. Hammasi tunkadan qilingan akalar, mana shu holda. Umumiy 103 million so'mga mana shu xonadonni tunkafonni qilib bitkazib berdik, xudo xolasa. Darvozaxonalarga o'sha o'zimizning klassik fasondagi ishlarimizni qilib berganmiz. Keyingi remontlarni ham hammasiga mos tushib ketaveradi, xudo xolasa. Bu darvozaxonamizning uzunligi 34 metr. 34 metrga 4,5 metrlik darvozaxonasi bor va mana bu uylarimizning asosiy qismi bu tomonlari. Shu old kazeloklar okalar. Juda ham chiroyli chiqdi hovlimiz. Uyga ham juda ham mamnun bo'ldilar. 103 million so'mga ushbu xonadonni tunkafonni qilib berganmiz. Mana bu 2 qavatli hovlimizda ham yon aynalari ponni bo'lgan va mana bu burchagimizda bitta 10 metrlik yozgi oshxonamiz bor. Bu joylarni ham tunkafondan qilib berganmiz, chiroyli qilib. Sizlarga ham mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bizning jamoamizga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa, ishlaringlarni chiroyli qilib, sifatli qilib bitkazib beramiz. Bu hovlimizni ko'cha tomoni ham bor, 30 metr uzunligi. Hozir u tomonni ham sizlarga ko'rsatib o'taman, xudo xolasa. Bu joyda mana shu ustalarimiz xizmat qilishgan. Abdulazizxon, yo'q, Nozimjon. Qo'llaring dard ko'rmasin, bolalar, rahmat. Chiroyli chiqibdi. Sizlar ham fikringizni qoldiring, okalar. Ustalarimizning ishlariga. Menimcha bitta like bosib ketishga arziydigan ish bo'lgan, xudo xolasa. Hovli ham shunga yarasha. Bu ushbu obyektimizning ko'cha tomoni 80 sm chiqqan. Chiroyli qilib o'tkazib berganmiz, xudo xolasa. Sizlarda ham mana shunaqangi tunkafon xizmatlari bo'lsa, bizning jamoaga murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab.